Bunda nima ekansiz bunda? Shu nasha ekan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar doirasida 2026-yil 6-mart kuni Pop tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tuman hududida tezkor tadbir o'tkazilib, tumanning bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini Amur Temur ko'chasida yashovchi shaxsning xonadoni va yordamchi xo'jaligida olib borilgan tintuv tergov harakatlari davomida yashash xonadonining yotoqxonasida 24 dona 200 gram suv stakanlarida nasha o'simligiga o'xshash ekin ekilib parvarishlanayotganligi aniqlangan va xolislar ishtirokida tekshirib ko'rishligi uchun olingan. Bunda nima ekansiz bunda? Shu nasha ekan. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra 20 tup yashil rangli, ildizli, ustki qismlarida barglari rivojlanayotgan, tarkibida aktiv giyohvandlik moddasi mavjud bo'lgan ushbu o'simliklar kannabis giyohvandlik vositasi ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Pop tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.